Guten Tag do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. 14 fevral kuni baxt muhri sotib qancha foyda qilganligim haqida bugun gaplashamiz. Baxt muhrini men o'zim mana shu qo'llarim bilan ishlab chiqarganman va baxt muhri haqida ancha-muncha narsani bilaman. Hammasini bugun aytib beraman. Keyin o'tgan safargi videomda juda ham aktiv bo'ldinglar. Bu uchun hammaga rahmat aytmoqchiman va kommentariy yozibsizlar erinmasdan. Men ham erinmasdan barcha savollaringizga javob yozib chiqdim. Bu videoning tagida ham sizni qiziqtirgan savollarni yozib qoldiring. Men hammasiga erinmasdan javob beraman. Boshladik. Bilmaganlar uchun aytib o'tib ketaman. Baxt muhri degan narsa bor. Baxt muhri bu ichida qora holst bo'ladi va buni asosan sevishganlar yoki oilaviy qilishadi, kimlardir farzandlari bilan qilishadi. Bu narsani o'sha holstga qo'llarini rangli kraskaga bo'yab turib, o'sha qora holstga tushirishadi va buni esdalik uchun olib qo'yishadi. O'sha narsaning nomi baxt muhri hisoblanadi. Nega aynan 14 fevral kuni sotganman deydigan bo'lsak, chunki 14 fevral kuni bu sevishganlar bayrami hisoblanadi va men va sherigim ikkalamiz shunaqa o'ylaganmiz. 14 fevral kuni sotsak ko'pchilik oladi deb o'ylaganmiz. Biz sherigim bilan aslida bu narsadan oldin ham sotgandik, lekin juda qimmat edi uni narxi. Biz 32 ming so'mdan bitta dona olardik va 80 ming so'mdan sotardik. Shunda shunda bizga 20 ming so'm foyda qolardi va uni sherigim ikkalamiz 10 mingdan bo'lashardik. 80 ming so'm ana yoshroq sevishganlar uchun qimmatli qilgan. Menimcha shu sababdan undan ko'p sota olmaganmiz. Ya'ni bir kunda bitta, ikkita, uchta sotilardi, ko'p sotilmasdi. Keyin biz o'zi Wildberries, Amazon emas, Azonlarni ko'rib yurardik. Shu yoqda uni oddiysini qilishdi, arzonroq variantini qilishdi. Oddiy fanerni olib turib, qoraga bo'yab turib qilishdi. Holsligi qimmatga tushardi, faner bo'lsa arzonroq tushardi. Va shu narsani O'zbekistonda ham kimdir qildi. Uzumga olib kirib sotdi. Lekin uni sotgan narsasi juda sifati past edi. Xullas, ana faner hamchi tekis faner emas, qalin emas, yubqasini olganda, mana bunaqa egilib turibdi-da, qoraga bo'yalgan. Uni bir tomonni bo'yagan, xullas. Va uni strichga o'rab topshirgan, sifati juda yomon edi. Va biz o'sha yanvar oyida edi, adashmasam, sherigim bilan shu narsani qilamiz, yaxshiroq, sifatliroq qilamiz deganmizda va sherigim bilan men bozorga tushib faner sotib olganmiz. Hali qanaqa fanerdan yaxshi chiqishini bilmasdik. Shu sababdan ikki xil faner sotib olganmiz. Bittasi MDFli faner, qalinrog'idan olganmiz. Ikkinchisi oddiy faner, nomini bilmayman. Keyin shu joyning o'zida bozordan uni kesib beradigan odam topganmiz. Roverchi topib turib, MDFdan yurakcha qilib yasatganmiz. Ikkinchi fanerdan to'rtburchak qilib kestirib olganmiz va nechta dona chiqsa shu joyning o'zida ikkiga bo'lib olganmiz. Va sherigim o'zini uyiga borib bo'yaydigan bo'lgan uni qora rangga, men esa o'zimning uyimga borib bo'yaydigan bo'lganman qora rangga. Xullas, shunaqa qilib bor narsani uyga ko'tarib kelganman, chunki hali unda meni skladim yo'q edi. Asosiy ishlarni katta hamma ishni xullas uyda qilardim, uyda upakovka qilardim. Xullas hamma narsani uyda qilardim, kraskani ham uyda qilaman deb olib kelganman. Dom bo'lishiga qaramasdan. Keyin ishga kirishib ketganman. Guten Tag do'stlar, hamma uxlayapti, biz esa biznes qilamiz. Xo'p. Baxt muhri yurakchaligi buni shunaqa kestirib keldik, yonlari tekis kesilmagan. Shunga mana qum qog'oz bilan narsa qilib chiqyapman. Bu yoqda yarmi. Bu yoqda bularni hal qilishim kerak. Xo'p. Bu yoqda esa mana bu sous idishiga mana qo'lga suradigan kraskasi. Bu kumush rangi. Sop chiqiladi. Tilla rangini qildik mana. Tilla rangi tugadi. Mana bunaqa holatda bo'ladi. Mana shunaqa sop chiqiladi. Buni qo'lga surib, keyin holsning ustiga qo'lini bosadi. Bu yoqda esa shotkasi. Buni endi ertaga qolganini qilamiz. Xudo xohlasa, oyim qotdilar buni. Oyim qilib qo'yadi hozirgacha. Men esa shkulka qildim yarmini. Yurakchani. Yarim bo'ldi. Bu yoqda tovarlarim. Bu yoqdagilar hammasini shkulka qilib bo'lganman. Tayyor. Endi mana bu
Aboy, mana bu aboyni ortib qo'ygan. Podezga chiqarib yozaman-da, keyin mana buni hammasini kraska qilib chiqaman. Keyin ertalabgacha quriydi. Ertalab ikkinchi tomonda qilaman. Bu esa mana ketdik. Bular qurigan. Orqasiga agar orqasini olib chiqaman endi. Tomon qurib oldi. Yo'qlar hali qurimagan, hozir qildim. Bir 105 ta boshlatdi. Bular tugagach yurak jarayoni qilaman. Hozir orqa tomonni qilib chiqaman, keyin yurak jarayoni qilib chiqaman. Do'stlar, qoralarni kraska qilib bo'ldim. Yarmini ikki tomonni, yarmini faqat bir tomonni. Yurakchalar qoldi. Faqat yurakchaning faqat mana shunisi qoldi. Xudo xohlasa. Qaranglar. Toyotib kesdim, men böyle qilibman. Mazam. Endi aniq Guten Morgan bo'ldi. Do'stlar, yaxshimisizlar? Jarayon men o'ylaganimdan ancha qiyin ekan. Xullas, kecha payt boshlagandim, soat 12 bo'ldi, 11 dan oshdi. Hali ham bo'lmadim. Shunga ham bir o'ylaylik. Kechasi uxlamay ishladim. Bir tomonni qilib chiqqanman bularni, ikkinchi tomoni qolgan. Nima deb o'ylaysizlar? Mana shu bir tomoni kraska qilingan bo'lsa-da, mana shu tomonga pechat bossa, ikkinchi tomon mana shunaqa yog'ochlikcha chiroyli qovursa, nima bo'ladi? Kommentariyaga yozib ketasizlar. Lekin men bularni hozir hammasini ikkala tomonni qilaman. Mana bularni ham bir tomon qilingan. Qotishi bilan orqasiga aylantirib ikkinchi tomonni qilaman. Bular hal qilinmagan yuraklar. Bular birinchi tomon qilingan. Mana orqasiga aylantirib qo'yganman. Ikkinchi tomonni qilaman hozir. Hozir bularni ham aylantirib chiqaman. Xullas, qolgani shu. Hammasini qilib oldim. Charchab ketdim, lekin ustiga chay o'tirib qolibdi hammasini. Qurmaganlari bor, yaxshi qurmagan. Do'stlar, men qayt qilib oldim. Lekin bitta notomoni bor. Yurakchaliklarni ikkinchi tomonni qilmaydigan bor. Oxiri shu qarorga keldim. Chunki buni ikki tomonni qilgandan foyda yo'q va bitta orqa tomonda tursa. Nima kerak? Mana yurakchalar chiroyli chiqdi. Men bularni ikki tomonni qildim, chunki bu da boshqacharoq fanerdan qilingan. Bir tomoni defekti bo'lsa, ikkinchi tomonni ishlatsa bo'ladi-da buni. Bularning ikki tomoni ham bir xil tekis. Men bu bir tomoniga tekis qilib ursam, o'zi zo'r chiqadi. Men bularda
yo u tomonda bitta defekt bor, yo bu tomonda defekt bor. Shunga ikki tomonni ham qildim. Bu yog'ini, bu yog'ini bo'lib, bu yog'ini ishlataveradi. To'rt burchaklari. Yuraklilarda esa unaqa emas. Bitta tomonni qildim faqat. Qolgan narsalar. Qursa endi ichkariga olib kiraman. Do'stlar, mana baxt muhrlarini sekin yig'ishtirib ichkariga olib kirishga boshladim. Yo'li ham mana yig'ishtiraman. Ertaga keyin korobka olib kelib upakovka qilaman. Yo'lini ham tozalab qo'yaman hozir hamma yo'lni. Guten Tag do'stlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Men charchadim. Xo'p, tong otib qoldi, pashti soat 6:22 ertalabki. Tuni bilan uxlamadim bugun ham. Mana baxt muhriga nimalar solaman. Ko'rsatib o'taman. Baxt muhri kopkasi. Kraska, tilla, kumush, ikkita cho'tka, bitta salfetka, bu yoqqa faner kraska qilingan. Bir tomoni, ba'zilari ikki tomoni ham qilingan. Charchagandan keyin faqat bir tomonni qilishni boshlagandim. Ichida oyoqda noshkasi bor. Xo'p. Bu yoqda uyga e'tibor qilmaysizlar. Mana noshkasi mana bunaqa, bu bir-biriga kiyg'iziladi, keyin turadi. Mana bu yoqda mana bunaqa jiyanlar ushab tashlagan, boshqa bo'lgan, xullas sifati yaxshi chiqmaganlari bor. Bularni solmayapman ichiga, alohida qo'yyapman, bularni topshirmayman. Bekorga xalqning qarg'ishini eshitganim qoladi. Xo'p, bu yoqda kraskalar tugab qoldi, xudo xohlasa shunigina qoldi, upakovka qilsam bo'ldi. Keyin uzumga joy olganman, как раз bugunga olib borib beraman. Shuni qilib bo'lishim bilan olib boraman, xudo xohlasa. Keyin mana bunaqa ustiga yopishtiryapti. Baxt muhri mana bunaqa, keyin pastda Today bu men magazinim nomi, men skaner qilsanglar kirib ketadi. Keyin mana hamma yoqda baxt muhri bor. Bu yoqda ham baxt muhri, bu yoqda ham, bu yoqda chexol bilan olib ketaman. Bu yoqda ham bor baxt muhri. Xullas do'stlar, men baxt muhrini boshqa qilmayman deb o'ylayapman, chunki уже ketma-ketiga 3-kuni deyarli uxlamayapman. O'rtada bir kun uxlab oldim. Mehnati juda ko'p ekan. Uni kestirib kelish kerak, keyin kraska qilish kerak, keyin qurishini kutish kerak. Hozir qish sovuq, podyezdda kraska qildim, ko'rdinglar. Bu hovli emas, dom bo'lsa, qo'shnilarga ham noqulaylik tug'diradi. Xullas, mehnati juda ko'p. O'shanga menimcha shu partiyani topshirib olsam, xudo xohlasa yaxshi sotib ketsa, zo'r sotib ketsa ham menimcha bunaqa mehnatga kirmayman. Agar tayyor kimdir yasab beradigan bo'lsa, kamroq marja bo'lsa ham kirishim mumkin. Xullas shunaqa baxt muhriga nega kirdim hozir? Chunki 14-fevral kelyapti. O'shanga baxt muhriga kirdim. Bu yerda anaqa ham bor, shariklar ham bor. Ular ham shariklar ketadi degan umiddaman. Shunga mana uyning ahvoli hamma yoq bu yerga jiyanlar chizib tashlagan. E'tibor bermaysizlar. Shu hozircha baxt muhri olib borib topshiraman, keyin kuzatamiz qanaqa sotiladi. Xudo xohlasa hamma sotib ketadi degan umiddaman. Chunki imkon qadar sifatli qilishga harakat qilyapman. Kraskani ham hammasini xullas. Boshqa konkurentlarnikidan yaxshiroq meniki deb o'ylayman. Shunaqa gaplar do'stlar. Ortib qolgan narsalarni ko'ramiz. Do'stlar, mana upakovka qilib oldim. Korobkaga bitta korobkani olib, mana korobkadan, mana bunaqa korobkadan bittadan
O'radim, ikki yoni ochiq. Bir amallab sig'dirdim. Bitta nakladnoy, bitta korobka bo'lishi kerak. 105 tasini bitta korobka qilishim kerak, lekin 105 tasi sig'madi. Mana bu bilan bu ikkasi bitta korobka bu. Bu chexol. Bu ham chexol. Bu yoqda boyagi sharlar. Bu juda og'ir, kichkina bo'lganidan juda og'ir. Endi bularni hammasini bir amallab pastga olib tushib olsam, juda katta va og'ir bo'lib ketdi. Olib tushib, o'zimga olib borib topshirib olsam bo'ldi, marra bizaniki. Charchadim. Bitta yelkamda tog'darlar, shu hamma narsani olib borib topshirib yuborsam. Shu kunlarni hali eslab yuraman. A few moments later. Men baxt muhrini boshqa qilmayman deb xato aytgan ekanman, chunki men qo'ygan baxt muhrlarning hammasi 2 kunda sotilib ketgandan keyin men yana baxt muhrini ishlab chiqarishga qaror qildim. Tendak do'stlar, hamma sog'manmi? Bugun 6-fevral. Baxt muhri to'rt burchaklarim sotib bo'lindi, tugadi, yurakchalik qolgan. To'rt burchakdan bugun yana qilib yuboraman. Baxt muhri. Birinchi partiya, bu ikkinchi partiya. Kraskalar mana. Bu ham bor. 70 ta dona baxt muhri qilaman. Uzilgancha qilib olib borib beraman. Chunki 14-fevralga ulgurishim kerak. Bu yoqda salfetka. Mana. Bular salfetka. Idishda kraska soladigan. Cho'tka mana. Bugun bozorga tushib olib chiqdim hammasini. O'rgizordan. Kraskalasam, ertalabgacha 70 dan tayyorlasam, ertaga upakovka qilsam, indinga 8-da olib borib bersam, 14-gacha ancha sotib qoladi. Gaplashamiz. Mana 59 degan. Bo'ya bo'ldim. 59 tasini. 1 soatga bormadi, xudo xohlasa, ertalabgacha qursa. Bularni ertalabga kiritib qo'yaman. Qurgandan. Bu 1 soatda 59 ta. Minutiga bittadan bo'yapman. Do'stlar, mana ertalab bo'ldi. Zo'r chiqdi deb maqtamoqchiman, kraskaga olibdi. Lekin ana bu safar lazer bilan kestirgandik. Yonlari juda zo'r. O'tgan safarga o'xshab qum qog'oz bilan tozalab chiqqanim yo'q buni. Ham mana shunaqa bitta qo'ydimda, bir tomonda o'zini kraska qilib chiqdim. Yaxshi chiqdi, zo'r. Yig'ishtirib olmoq hozir. Guten Tag do'stlar. Xayrli oqshom. Guten Tag emas. Xo'p. Men yana ishlayapman. Kechki payt soat qo'yaylik soatni. Soat 12:43, 8-fevral. Bugun 8-fevral kuni meni o'zimga tovar olib borib berishim kerak. Bu o'sha kechagi anaqalar baxt muhri bo'yaganlarim kraska qilib. Bularni hozir mana upakovka qilib o'tibman. Mana qilib tayyor bo'lgan qoladi bu. Mashaga topshiraman. Hozir yana yo'lda kelyapti. Taxtdan mana bu fanerni o'zi kesilgan to'rtburchak. Yana kechki payt bo'yayman. Hozir men buni qilganimcha qilaman. Keyin bo'yayman-da, bo'yab kelib, keyin buni yana qilaman. Ertalabgacha quriydi ular, keyin ertalab yana davom etaman. Xudo xohlasa 14-fevralgacha shunaqa mehnat qilib turamiz.
Chunki 14-fevral sevishganlarni bayrami, shunga mana shunaqa narsalar o'zimda hozir zo'r ketyapti. O'tgan safargi partiyadan hech narsa qolmadi. To'rtburchaklarning hammasini sotib olganman. Yurakchaliklardan 41 dona qolgan. Hozir ko'rsataman. Xullas, mana shunda chiqadi. Qo'yib qo'yaman rasmini. Shunaqa gaplar do'stlar, kuzatinglar. Mana shunaqa bitta o'zim kechki paytlar o'tirib mehnat qilyapman. Xudo xohlasa rohatini ko'ramiz tez kunlarda. Uyga e'tibor bermaysizlar har doim. Do'stlar, mana olib keldim. Patezga yo'yib chiqaman. Hozir hammasini krasiga qilib chiqishim kerak. Bu safar lazerda kestirdik. Mana chetlar tekis chiqqan. O'tgan safar tozalab o'tirgandim. Shkulcha qilganman o'tgan safar. Bu safar nima qilishga hojat yo'q. Lekin bitta no tomoni, mana bu tomonlar kuyganda, lazer bo'lgan hisobiga. Bu tomon toza, bu tomon kuygan. Men hammasini kuygan tomon tepaga qilib chiqdim. Kuygan tomonni kraska qilsam ko'rinmaydi. Orqa tomon esa toza. Yo'yman hozir. Mana qo'ygan. Yo'dan kraska. Do'stlar, kraska qilib oldim. Soat tungi 4:30 bo'libdi. Bu tomon sekin qurigan mana. Burchaklari sal qolgan. Bu yo'li yangi chiqardim. Mana bular sig'may qoldi. Qog'ozning ustiga shunga yetguncha qo'yibdi. Qurityapman. O'zini oyoq ostida. To'g'ri aytsam charchadim. Endi mana bu kraskalarni kichkina anaqa upakovka qilaman. A few minutes later. Xo'p, bosib kesishibdi. Buni yig'ishtiraman. Butantak do'stlar, yaxshimisizlar? Hamma sog'lommi, charchayapsizlarmi? Hozirgina o'zimga tovar topshirib chiqdim. Juda charchadim. Indinga yana topshirishim kerak. Lekin tayyor materiallarim yo'q, ya'ni kesilgan faner yo'q. Bilmadim, ertaga bozorga tushib kestiramanmi. Xullas nimadir qilib, ertaga uni ham kraska qilib topshirib yuboramiz, keyin rezultatini ko'ramiz. Lekin hozir yaxshi ketyapti. 14-fevraldan oldin, bugun mana 8-fevral. Xudo xohlasa ertaga yo indinga chiqib qoladi bugun topshirgan tovarlarim. Ko'ramiz qanaqa sotiladi. Oldingi qo'yganim tez sotilib ketgan. Orada do'konim 3 marta bloklanib qoldi bir haftada. Kartam o'zi bloklanib qoldi. Shunga qaramasdan baxt muhridan bir haftada 102 ta sotganman-da. Bu degani bir haftaning 3 kunida savdo qilgan bo'lsam, 3 kun ichida 102 ta sotganman. Bu juda ham zo'r natija. Xudo xohlasa qo'ygan tovarlarimiz sotilib ketadi. A few inches later. Butantak do'stlar, yaxshimisizlar? Baxt muhri tayyorlayapman. Mana korobkada har doimgidagi. Faqat bu safar buni men o'zim bo'yamadim. Donasini 3000 so'mdan bo'yatdim. Mana shunaqa bo'yab, strechga solib berishdi. Xullas. Shu mana bu narsalarni tayyorlab qo'ydim, ichiga solib, mana. Endi hozir
Men buni solib ko'rsatib chiqaman. 150 tachami 160 tacha topshiraman. Ertalab ham bo'lib qoldi. Mana bu sherdagi sariq. Bunaqa notnik. Esimda yo'q. Oxirgi marta qachon to'y uxlaganim, lekin anchadan beri uxlamayapman. Bugun o'sha 10 fevral, 10 fevralga olib borib berishim kerak. Kechagi oldingi safarga olib borib berganlarim hammasi sotib ketdi. Misol uchun kecha bir kunda 87 dona sotildi. Savdo yaxshi, shu 14-fevralgacha shunaqa bo'ladi deb o'ylayman. Undan keyin savdo pasayishi kerak katta ehtimol bilan. Shunga ulgurganimcha bu yog'iga yana 14-fevralgacha harakat qilaman, yana tovar olib borib topshirishga. Bugun o'sha 10-fevral. Ertalabki soat 5 lar atrofi, chamasi soat nechiligini bilmayman. Shunaqa gaplar oxirida hisobda o'zim yanglishib ketdim. Oxirida hisoblaymiz. Nechta sotdim, necha puldan bo'ldi, nima bo'ldi. Mana bularni donasini 3000 so'mdan uslugaga bo'yatganman buni. O'zini uslugasi bor bunga alohida. Bu safargi partiyada 109 ta donada marja 3000 so'mga kamayadi. Do'stlar, yaxshimisizlar? Xo'p. Vaqt muhri. Hamma vaqt muhri bu yoqda 50 ta. 50 tadan oshig'i 52 tami, 54 tami. Bu yoqda 106 ta. Bular yurakchalik, bular to'rtburchagidan. Va bu yoqda 150 ta nima nomi? Nashnik. Sharli Nashnik. Soat ertalabki 7 dan oshdi. Bugun uxlamadim. Hozir cho'milib chiqaman, keyin choyimni ichib bilan uzun gap ketaman. Do'stlar, mana tovarlarni olib chiqdim. Bu yoqda, bu yoqda. Hozir uzumga ketyapman. Yandex chaqirdim, kelsa uzumga ketamiz. Twelve seconds later. Do'stlar, yana bitta partiya baxt muhridan olib keldim. Mana. Ichkarida baxt muhri bor. Bu partiyani qilganimni ham boshqasini ham upakovkasini ham hech narsani videoga olmadim. Chunki charchab ketdim. O'sha videoga olishga xohishim qolmay qoldi. Anaqa. Korobkani o'zidan korobka yasaganman. 60 ta dona. Xudo xohlasa shu oxirgisi. Bugun 12-fevral. Bugun bersam, Xudo xohlasa bugun bersam, qachon chiqadi shunda? Bugun 12-fevral. Bugun bersam, ertaga chiqadigan bo'lsa sotuvga 14 gacha ulguraman yo'qmi bilmadim. Lekin 60 ta sotib ketsa kerak, Xudo xohlasa. Endi ko'ramiz bu yo'q nima bo'ladi, nima qiladi. Lekin shungacha qo'yilgan hamma narsa sotildi. 400 taga yaqin narsa sotilib ketgan hammasi. 3 days later. Guten Tag do'stlar, hamma sog' salomatmi? Men yana podyezddaman va yana baxt muhri kraska qilyapman. Mana kraska bu yoqda ham bor. Mana bu yoqda ham bor. Bugun 16-fevral. Tungi 2:30 va men baxt muhri kraska qilyapman. Esingizda bo'lsa, men 13-fevral kuniga deb, xullas 14-fevraldan oldinga deb 200 ta baxt muhriga mana faner kestirgandim. Lekin 14-fevralgacha topshirib olay deb ulgurganimcha deb 50 tasini kraska qilib 50 tasini topshirgandim. 150 tasi yoki undan ortiqroq qolgan. Hozir nechta bor bu yoqda bilmayman. Kecha 15-fevralda 15-fevral kuni o'sha sevishganlar kuni o'tib ketganiga qaramasdan 15-fevral kuni ham kuniga 20 ta sotildi. Demak, baxt muhriga talab hali ham bor. Shu sababdan mana bugun qolganlarni ham, uyda qolib ketganlarni ham anaqa qilaman, kraska qilaman. Xudo xohlasa bularni ham topshirib yuboraman. Shu oxirgi partiya bo'ladi. Endi ya'ni shu partiyadan keyin o'sha videoni yakunlaymiz, hisob-kitob qilamiz. Balki yana baxt muhri sotaman. Lekin bu temadagi video yakunlanadi shunda. Shunaqa gaplar do'stlar. Shunaqa gaplar.
Do'stlar, endi eng qiziq joyga keldik, hamma kutgan moment. Xo'p, shuncha mehnat qilib, ko'rdinglar qanaqa mehnat qilganimni. Oxirida miyalarim ishlamay qoldi, uyqusirab yurganimdan. Xo'p, shuncha mehnat qilib, qancha foyda qildim, shuni ko'rib chiqamiz. Men o'sha periodga mana filtr bergandim. Xo'p, 2-fevraldan to 17-fevralgacha bo'lgan muddat bu. Shu paytda 524 ta dona baxtmuhr sotganman va 27.900.000 so'mlik savdo qilganman. Shundan 415 tasi to'rtburchak baxtmuhri, uni summasi mana ko'rinib turibdi. 109 tasi yurakchali baxtmuhr, uni summasi mana ko'rinib turibdi. Bu qilgan savdoyim, bu uzun menga beradigan pul emas. Uzun menga beradigan pul mana Vivudu bo'lib turgan, mana 15 million bergan to'rtburchakdan, yurakchalikdan esa 3.962.000 bergan. Endi buni hisoblaymiz. Tabliza qilib yozib chiqdim. Bular meni rasxodlarim. Hozir tovarni narxini hisoblab chiqaramiz. Bitta dona faner to'rtburchak uchun deganman 6500, bitta dona faner yurakchalik uchun 7500 yozganman. Xo'p, bu yerda faner o'zini narxi, to'rtburchak faner narxi, uni ichidagi qora kraskasi va unga kraska surish absolugasi, kraska surish absolugasi ham qo'shilgan. Shunaqa bo'lganda, mana bitta to'rtburchak faner 6500 dan, bitta yurakchali faner 7500 dan tushargan. Xo'p, pizza korobka 2800 so'm, kraska tilla kumush, bu bir jufti. Sous idish ham shuni ichida narxi, sous idishning ham narxi ichida. Shuni hisoblaganda ikkita juft kraska 2900 so'mga tusharkan. Влажный salfetka 900 so'm, chotka bir juft, ikkita dona ya'ni 1600 so'm, qog'oz foto, buni narxi esimda yo'q, taxminan yozib qo'ydim, 500 so'm, noshka 1500 so'm. Bu yoqda mana bitta dona yurakchali baxtmuhrini yasash uchun menga 16900 so'm pul ketar ekan, bu tan narxi. To'rtburchak uchun esa 15900 so'm ketar ekan. Endi bu yoqda hisoblaymiz. 109 ta sotganman, 109 dan 16900 ga ko'paytirsak mana 1.842.000 chiqyapti. Bu esa uzun menga bergan pul. Uzun 1.842.000 so'mlik rasxod qilganman. Sotilganidan keyin uzun menga 3.962.420 so'm bergan. Foydam 109 ta baxtmuhri, yurakchali baxtmuhri uchun 2.120.000 so'm. Bu yoqda ham xuddi shunaqa 415 ni ko'paytirganman. 6.598.000 chiqqan. Uzun menga 15.800.600 so'm bergan. Ayirib olsak, bu yoqda meni foydam kelib chiqadi. Ikkalasini qo'shsak, jami foyda 10.530.420 so'm bo'lgan ekan. Xullas do'stlar, men bir 20 uzoq borsa 25 kun ichida bu foydani qilganman. Lekin qilgan mehnatim o'zingiz ko'rdinglar, u juda og'ir, bozorga borib, faner olib, kestirib, uyga olib kelib, uni kraskaga bo'yab, tem bo'yi sovuqda u qurumay qolib, uni ustidan yana bolalar bosib ketib, keyin uni uxlamasdan upakovka qilib chiqib, xullas o'sha 15 kun men uxlamaganman do'stlar, 20 kunman. Qilgan mehnatim topgan pulimga arziydimi yo'qmi, bir kommentariyaga yozib ketinglar. Bu ishlarni hammasini o'tgan yil qilganman. Bu yil yana qilamanmi desa, qilaman, chunki men o'zi yozi bilan ham baxtmuhr sotganman. O'sha paytda to'xtatmaganman uni. Shundan beri hozirgacha hali ham baxtmuhr sotib kelaman va 14-fevralda bu yil yana ko'proq g'amlab qo'yib, ko'proq sotishga harakat qilaman. Shunaqa gaplar do'stlar. Do'stlar, bugun 26-dekabr 2025-yil. Bu esa bizning baxtmuhri takomillashib shunaqa holatga kelgan. Biz unga korobka yasatganmiz. Yana qilingan o'zgarishlardan ichiga brilok qo'shganmiz, mana bunaqa. Va bo'ldi. Mana shunaqa bo'ladi korobkada. Bu korobka ancha sifatli, oldingilari yirtib ketardi. Va mana bu yoqda men baxtmuhrini hozir mana shunaqa holatda olyapman.
oldi va orqasi bo'yalgan holatda. Buni fanerligini hatto hech kim bilmayapti ham. Shunaqa paketga solib, akkuratli holatda menga yetkazib berishyapti. Men buni solib, olib, mana bunaqa kraska sotib olib, bunga solib, salfetkasi, shotkasi, qo'llatishga nima solinadigan hammasini solib, pakovka qilib topshiryapman. Va mana ko'rgan bo'lsangiz, bu yoqda ancha-muncha g'amlab qo'yganman. Bu g'amlaganlarim o'sha bugun dekabr bo'lsa, уже sezonga kam qolyapti, o'shanga g'amlaganman buni.